Bola o'stirish haqida doim onalarga qarata yozamiz. Lekin otaning ham o'rni katta. Misol uchun, qiz bola erkaklardan birinchi bo'lib otasini taniydi. Otasini xarakterini o'rganadi. Qanday muomala qilish kerak, bularni barchasini otaga qarab o'lchay boshlaydi. Agar ota farzandiga chiroyli o'rnak bo'lmasa, yangi turmush hayotida ham ko'p tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Otasida bor xarakter va odatlarni barcha erkaklarda bor deb hisoblaydi. Otasida yoqtirmagan narsasini erida ham bor deb hisoblab, shunday muomala qila boshlaydi. Albatta buning oxiri go'zal shaklda bo'lishi amri mahol. Shuning uchun bola tarbiyasida nafaqat ona, balki otaning ham roli juda katta.